Bugun sizlarga kokos dechamizni obzor qilib ko'rsataman. Ko'rayotgan past tarafda nomerlar qoldiramiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol birovlab ko'rsangiz bo'ladi. Tarafda o'siq bilan o'tirish uchun joylar, xolodilnik, ochiqlarimiz ham, o'tirlar ham bor, ko'rayotganingizdek. Hovli qismimiz, dachamizning o'zini stadioni ham bor. Hozir uni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Zalga gap bo'lishi mumkin emas. Shunda dachamizga kirib ko'rishidan 12 kishilik stol-stulimiz, bu yoq tarafda katta televizor, karaoke ham bor. Zimniy oshxonamiz. Birinchi etajdagi spalniyamiz, bitta detskisi bilan, yana bitta spalniyamiz birinchi etajda joylashgan. Qurilishdan chap qo'lida zimniy basseynimiz joylashgan. Basseynni bahaybatligini qaranglar, kokos. Ikkita saunada finskiy saunamiz joylashgan. Bu tarafda esa turetskiy saunamiz joylashgan. Ichkari isib yotibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Basseyn qurilishini katta, ham suvlar ham qizib yotibdi. Ikkita sauna turetskiy. Yaqinlik, kimgaga shunaqa dachilik kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi yoki kanalimizga o'tib, o'sha yerdagi dachilikga ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Eng asosiysi halol va aldovsiz. Tak, endi sizlar bilan ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Ikkinchi etajimiz shunaqa cho'tki manzara ko'rinib turadi. Bu yoq tomonda ustiq bilan mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafda esa polyamiz joylashgan. Ikkinchi etajga chiqib ko'rishlar bilan shunaqa ustiq uchun o'tirishga joylar, bu tomonda bilyardimiz, bu tarafda stol tennis joylashgan. PlayStation 3 bilan PlayStation 5 imiz bor. Ikkinchi etajda joylashgan spalniyamiz o'zining detskisi bilan. Ikkinchi etajda joylashgan detskimiz 5 ta krovat joylashtirilgan. O'zining dush tualeti ham bor.